ishlarim aytlarim, sharoitlar yaxshimi? Shotir akalar yaxshi olib keldim akalar. Mana akalar xudo xolasa nasib qilsa chegaraga yetib keldi akalar. Hozir tamojaslari mana o'tib Ibrohim bo'ladi. Men shu yerman представитель bo'laman akalar. Chegarada bizdan parol Ibrohim Muzaffar akalar. Qozog'istonda ham, O'zbekistonda ham. Chegarada kamchilik bo'lsa, bir narsa bo'lsa akalar bizlarga aytmaydi. Bizni vazifamiz xudo chegarada o'tkazish. Dokumentlaringiz yaxshi bo'lsa, biz qarab o'tib ketamiz sizlardan birga. Agar dokumentlaringiz bo'lmasa akalar bizlar javob bermaymiz. Siraj etib qo'yamiz. Biz dokumentga bosh aralashmaymiz. Ichkarida akalar men bilan sheriklarim bo'ladi yoningizda akalar. Bergan pullaringizga, xizmatlarimizga rozi bo'lasizlar. Xudo xohlasa yaxshi kunlarda ko'rishguncha. Vizitkalar berdim akalar, hamma gap boshqalar. Xudolas kelishdan telefon qilib kelaverasizlar. Keyin akalar oxirgi masala hozir anaqalar Samarqandda vokzal almashdi. Hozir yangi avtovokzalga o'tdik xudo xolasa. Hozir chetga kiramiz inshaalloh. Eski vokzal yopildi. Men tanishlarga, sheriklarga aytib qo'yinglar, shu keyingi safar kelayotganda avvora bo'lib kelmasinlar. Cho'ponotadami? Yangi vokzal qayerda? Adreslar hammasi tushuntirib yuboramiz akalar. Keyin dokument bo'yicha akalar, bir oyliklar faqat bir pasport ko'rsatib o'tib ketamiz. Hech qanday dokument kerak emas. 3 oyliklarda ROF qog'oz kerak. Onlayn ham bo'laveradi akalar, telefonda ham o'taveradi bu narsa ham.